Barchaga assalomu alaykum. Bu bizni birinchi roligimiz va ushbu video rolikda sassiqchalarga qanday qilib yangi Steam akkauntiga bu yoqqa qarab gapirishim kerak. Barchaga assalomu alaykum. Bu bizni birinchi videomiz va hozirgi kunda aktual bo'layotgan mavzu va muammolarni bir-bir yechib boramiz. Birinchi biz hal qilishimiz kerak bo'ladigan ish va unchalik kompyuterni tushunmaydigan birov oltidan Counter Strike 2 ga o'tayotgan o'yinchilar uchun juda bir muammo bo'lib turgan narsa bu qanday qilib Steam account ochish, uning ichida qanday qilib Counter Strike ni Prime versiyasini sotib olish. O'sha narsalarga, o'sha muammolarga bugun biz yechim beramiz. Qani, kuzatishni boshladik va videoni oxirigacha ko'rsangiz sizga ajoyib sovg'am bor. Xo'p, biz qiladigan birinchi ish kompyuterdan Steam platformasini yuklab olamiz va ko'rishingiz mumkin. Agar sizda o'zi akkaunt bo'lsa, xohlang mana bu yerga login, xohlang mana bu yerga parolni yozib kirishingiz yoki Steam Mobile telefoningizda bo'lsa, mana shu yerda QR kodni skaner qilasiz va o'zingizning akkauntingizga kirasiz. Sizning akkauntingiz bo'lsa, kirib o'ynayvering bu videoni. Nima ko'ryapsiz? Xo'p, akkaunt yo'qlar diqqatiga. Mana bu yerda akkauntingiz yo'qmi degan savol beryapti. Yo'q, bo'lganda men sendan so'rab o'tiraydimmi deymizdan mana shuni bosamiz. Bosdik. Xo'p, bu yerda email, sizda elektron pochta bo'lishi shart va bu yerga elektron pochtangizni kiritganingizdan keyin sizga SMS boradi. O'sha SMSni shu yerga kiritishingiz kerak. Menimcha shunaqa edi. Chiqib shuni kiritamiz. Menda shaxsiy ma'lumot emas, bu unchalik shaxsiy emas, shuning uchun kirityapman. Xuddi shuni подтвердить deganiga ikkinchisiga o'tkazamiz. Men robot emasman, men odamman degan joyini bosamiz va o'chiramiz. Выберите все предметы, входящие в образец. Bunaqa narsa chani. Yo-moyo, what the heck? Nima bu? Nima bu? Osonroq narsa bering. Bu yoqmadi bu boshqa narsa. Так. Нажмите на фигуру с Teshiga kamini bos deyapti-da. Next. Men buni ham kam. Next. Men Steam account ochib o'rgatishim kerak. Я подтверждаю, мне 13 nima deyapti? Men 13 yosh emasligingni isbotla deyapti. Mana. Taram. Xo'p, emailga bordi deyapti. Men bunday qilamiz. Emailimiz bor. Emailimizni ochamiz. Burada SMS'lar kelgan. Men buni bosamiz. Emailga xabar keladi va o'sha emaildan подтвердить berishimiz kerak. Подтвердить elektronniy pochta. Подтвердить berdik. Endi biz Steamga kirdik. Xo'p, подтверждено deyapti. Ya'ni qabul qilindi. Undan keyingi bizda ikkinchi qadam, birinchi qadamimiz email pochtamizni kiritdik. Robot emasligimizni isbotladik. Endi o'zimizda Steam akkauntimizga ism o'ylab topamiz. Va u narsa shu narsani bilib qo'yishingiz kerakki, Steamga bitta akkaunt nom o'ylaganingizdan keyin u ham logini bo'ladi. Undan keyin parol kiritamiz. Mana shu login, siz kiritgan login mana shu Steam qancha yashasa, ya'ni siz bilan qancha bo'lsa, qachonki VAC banga tushmagan, menda ikkita akkaunt band bo'lgan. Qachonki banga tushmaguncha mana shu ismni, ya'ni imya пользователя deyapti, buni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirish mumkin emas hozircha. Xo'p, endi nom o'ylab topamiz. Misol uchun Zaynat emasmikan? Hoppa, Zaynat emas ekan. Xo'p, parol ham shuni qo'yamizda. Qo'ysa. Nельзя использовать имя аккаунта либо akkauntning nomi bilan paroli bir xil bo'lish kerak emas, sassiqcha deyapti. Men cho'milganman teacher. Xo'p. Parolimni ko'rsatmayman. Battar bo'linglar, parolimni ko'rsatmayman.
Ha. Esimdan chiqib ketdi bu. Ko'ramiz. Xo'p, новый akkaunt sozdim. Поздравляю deyapti. Yangi akkaunt уже sozdать qildingiz deyapti. Endi akkaunt sozdать qilgandan keyin hozir biza akkaunt ismini mana bu yerga и familiyasini mana bu yerga yozishimiz kerak familiyasini. Xo'p. 0359 bu akkauntni nomi, bu yerga parol. Kiritamiz. Tadam! Undan keyin hozir biz o'ylab topgan akkaunt nomi va parolni kiritgandan keyin biz email ishlatdik. Xuddi o'sha emailga kod boradi. 1 2 3 4 5 talik kod bor ekan, biz u kodni olishimiz kerak. Birinchi mana shu emailni o'zidan olamiz. Bu faqat boshida shunaqa. Copyright sayt qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz qo'lda kiritsangiz ham bo'ladi. Bu faqat boshida shunaqa. Undan keyin hozir ozginada buni telefonimizga app skachat qilamiz va o'sha Steam appdan, ya'ni Steam prilojeniyasidan kirish osonroq bo'ladi. Xo'p, undan keyin kirganingizdan keyin mana bu yerda biblioteka kutubxonada sizda Counter Strike 2 o'yini skachat qilinmagan bo'lsa, skachat qilish kerak. Boshqa o'yinlarda ham shu yerdan poyez qilib topasiz, magazindan yoki boshqa joydan. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Biblioteka deyapti. Kutubxonada Counter Strike 2 mana zamonaviy kutubxonamizda. Tak, xuddi shunday. Endi bu yog'ini biz sizga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan narsa yana ikkita narsa. Bunga hozir biz Prime sotib olamiz. Counter Strike'ni hozir shu turish kiradigan bo'lsak, yangi akkaunt qanday ochishni bir nimalar o'rgatadi. Mana shu akkauntni biz siz bilan o'sha ko'tarib, donat qilib, bunga pichoq, keyslar ochamiz hali, ko'ramiz. Tak, endi xo'p, bu akkauntni biz Prime qilishimiz kerak. Hozircha u narsa shoshilinch emas. Shuning uchun bu hali bizning birinchi videomiz edi. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta o'qib chiqaman. Videoni oxirida sizga beradigan sovg'amiz obunachilarimiz soni yoki mana shu videoni tagidagi hop like va kommentariyalar хотя бы 10 tadan oshsin. Men sizga normalniy skin sovg'a qilaman. Albatta buni Instagramimizda e'lon qilaman. Xo'p, prosmotr uchun hozircha rahmat. 4 ta bo'lsa ham bu yog'ini ko'raveramiz. Keyingi video yanada qiziqroq bo'ladi. Kafolatlayman. Rahmat prosmotr uchun. Prime olmadik-ku. Keyingi videoda Prime olamiz. Rahmat.